Gulzida xonim, siz nima uchun buni xarid qildingiz? Qanchadan beri kiyapsiz? Qanaqa natijalar oldingiz? Shu haqida gapirib bering. Men bu oltin tazakni o'zi kiyganimga bir 3 oy bo'lib qoldi. Menda belimda grija bo'lgan edi, doktorlarda yurgan. Jasim bo'lsa 63 ga, tizi og'riydi, bel og'riydi. Endi возрастной deb aytgan edi, cho'g'im возрастной emas ekan. O'zi meni stelkali ag'alib berib, menda уже oyoqlarim og'rimaydi. Burun yurib kelsam oyoqlarim og'rib, oyoqlarimni qizimni uqalatib o'tiraman. U narsa yo'q menda hozir. Keyin bular yengkiyib bir narsa olib juva olmas edim, belim ochib ketar edi. Hozir o'sini kiyib berib o'ta yaxshiman. Және menda stelka o'zi aurudin o'zini natijasini chiqarib berar ekan, diagnozni. Misoli, menda hozir o'zi stelka kiyganlar u menga уже qaragan. Men uni bilaman, что menda жировой гепатоз bor edi. Men o'ylayman, o'zi hozir kezde сол masalaga lечение etib жатыр. Buni barliq odam kiyish kerak. Endi по возможности barliq aytib жүрмін. Даже yo'lda ko'rib birov aqsangdab ketayotsa da, сол odamga ham aytуға әрекет жасаймын. Өте күшті нәрсе. Я ни грамма не жалею, что алған.